2026'da boy 180 cm, vazni 80 kg. Он мастер спорта по ММА, мастер спорта международного класса, belbog'li kurash bo'yicha xalqaro toifadagi sport ustasi va jahon chempioni. Представляет TKMMA Nur O'zbekiston Andijon Asaka! Whitewood Xotam Boy Nazar! Рефери главного боя вечера Daud Mirsalimov, Tojikiston. Portugaliyalik ekanligi ma'lum bo'ldi. Bilasiz, Portugaliya, Braziliya bir xil tilda so'zlashuvchi mamlakatlar. Demak, birinchi raund boshlandi. Daud Mirsalimov jangni boshqarib boradi. Otam Boynazarov 13 ta jang, 13 ta g'alaba do'stlar. Way Warriors chempioni, yarim o'rta vazn toifasi. Darhol boshlayapti mana shu o'tishni. Low kick, zarba va o'tyapti. Zarba va o'tyapti. Raqib esa yaqinlashtirmaslikka harakat qilmoqda mana shu pallada. Nigoh ketib qarating. Rangel Desa. Zarba o'tkazib yubordim hozir. To'g'ri ketdi. Yana low kick. Desa biladigandek-a, hozir har bir odamning harakatini kuzatib turibdi. Yaqinlashadigan bo'lsa, mana oxiri. O ushlagani bermadi. Yaxshi himoyalanyapti. Mo'shlashga bermayapti. Ha. Hozircha himoya yomon emas. Rangel Desada Qariyana qanday jumushi kelyapti. Bog'lab olishga imkon bermayapti. Ushlashga kuchli bo'lyapti, kiryapti, ammo bog'lashga imkon bermayapti. Ana endi ikkita qo'li birlashadigan bo'lsa, keyin chiqib ketish qiyin bo'ladi. Oxir-oqibat maqsadga erishmoqda. Jangni parterga o'tkazadi. Bu takedown emas do'stlar, bu jangni parterga o'tkazish jarayoni. Ohista, asta-sekin. Va endi muvaffaqiyatini davom ettirish kerak. Mustahkamlashga harakat qiladi. Vaziyatni joylashuvni pozitsiyada emas, yanada yaxshilashga urinadi Xotam Boynazarov va shoshmasdan har bir ishini bosqichma-bosqich qilish kerak. Sababi raqib ham ko'rinib turibdi, anchagina tajribali. Mountga so'rashyapti hozir, u esa butterflyda ushlab turibdi raqiblar atayin. Yo'q, bu bog'lamdan chiqish qiyin. Bir oyog'ini o'tkazib oldi. Ikkinchi oyoq butterflyda hamon Rangilda. Desa. Klassik uslub qorinbosh. Og'riqli zarba mana shu qo'rg'iga hozir tegyapti va gardni yopyapti. Rangil Desa oyog'ini baland ko'taryapti. Og'ir zarbalar do'stlar, ishoning, ovozdan bilinadi, juda og'ir zarbalar. Mana shu o'tayotgan hammasi ground and pound. Upkickdan ehtiyot bo'lish kerak. Xotam yaxshi. Mana shunday tirsak zarbalari, biroz tirsak zarbalari kerak edi-da shu yerda. Vaqtida payqadi Rangel Desa va pozitsiyani o'zgartirdi. Hozir ikkinchi vaziyatda nima bo'lganligini ko'rmay qoldim. Setkani ushlab olgani uchun ogohlantirish kerak.
Jang davom etadi. Yana endi. Mana endi uzoq o'ylab o'tirmadi. Ushladi, ag'dardi. Jangni parterga o'tkazdi Oqol. Qoringa desa javob qaytaryapti har bir jabhada, portugaliyalik jangchi. Ammo qiyin vaziyatda. Mana endi o'sha siz so'ragan tirsak zarbasini ham amalga oshirishga muvaffaq bo'lmoqda Hotamboy Nazarov. Ikkinchisi ketdi. Ground and pound bo'lmaydi, biroz amplituda kerak uning uchun, ammo zarbalarni berishdan to'xtamayapti. Yana Navbatdagi tirsak zarbalari ketma-ket seriyalar davom etadi. Mana aura, mana olqish. Arena jarayoni sharhlayapti. Og'ir vaziyatda desa ogohlantiryapti, ammo qiyin holat va jang yakuniga yetmoqda. Otambek Mo'ynazarov ko'rishdan texnik nokaut. Hali Otam Mo'ynazarovni yaqindan tanishtirishga ham ulgurmagan edik. To'g'risi, Jang sekundandan Nurullo Mirzayev bo'ladi. Hozir Otam Mo'ynazarov